shaharlar. Sizlar uchun yaxshi xabar bor. Ayniqsa shopirlar uchun. Agar siz shopir bo'lsangiz, albatta ko'rishingiz kerak bu narsani. Shular sanani magazinlardan olamiz, birodarga tekshirib ko'rsak ishlamaydi. Endi maqsad havosi chiqib ketgan bilan. Shuni uy sharoitida sizlarga qanday qilib remont qilishni ko'rsatib beraman. Buning uchun siz uydan bitta magazindan mana bunaqa sasok olasiz. 2000 so'm turadi. Teshiladi va sasok yoqqa o'rnatiladi. Dam solasiz nasos bilan, u yana qayta ishlay boshlaydi. Xohlagan payt chiqib ketgan paytda siz nasos bilan dam olsangiz, u yana ishlayveradi. Biz sizga shu jarayonni ko'rsatib beramiz. Bizlarni kuzatib boring. Montaj ishi mumkin. Bo'laymi? Narsani ko'proq solsangiz, bir davlinagacha ursangiz, yaxshiroq sipar. Biz sizlarga ko'rsatib berish uchun kichkina nasochadan foydalandik, tezroq chiqarish uchun. Sizlar o'zlarining davlinlarini bilib solinglar. Keyin yaqinlaringizga ulashinglar. Ko'p shopirlar bilsa, ularga bir yengillik bo'ladi. Shu maqsadda biz chiqardik. Bu narsa bizga metolimga ko'p kelyapti. Sababini o'rganib tursak, hamma tashib yuborar ekan. Tashib yubormaylar. O'zlari uchun yaxshi foyda. Rahmat sizlarga.